Odilbek, qara, yangiliklar dasturi boshlandi. Juda yaxshi chiqibsan, kameradan qo'rqmabsan. Gaplaring ham burro. Adolat, nima haqida gapiryapman o'zi televizorda? Bilmasam, nima gapirganingga e'tibor qilmabman. Men o'zingga qarabman. Aksariyat hollarda tanishlar televizorda chiqsa, odamlar uni nima deganiga ahamiyat qaratmas ekan. Xuddi sendek. Uni o'ziga mahliyo bo'lishar ekan. Tabiiy shunaqa bo'lar ekan. Mittivoy, buncha hayratlanasan. Kecha jurnalistlar kelishganda maktabga, eslaysanmi? Mikrofonlar, kameralar bilan ularga men intervyu bergandim. Bugun televizorda shuni ko'rsatishyapti. Mittivoy, bolajonlar, bugun sizlar bilan Konstitutsiyamizning 81-82-moddalari, ommaviy axborot vositalari haqida gaplashamiz. Aynan jurnalistlar haqida gaplashamiz. Kel, Odilbek, avvalo ommaviy axborot vositalariga nimalar kiradi, shuni gaplashaylik. Ommaviy axborot vositalariga gazetalar, jurnallar, axborotnomalar, byulletenlar yoki elektron nashrlar, tele, radio, video, kino, xronikal dasturlar, internet, jahon axborot tarmog'idagi veb-saytlar ommaviy axborot vositasi hisoblanadi. Jurnalistika juda qiziq kasb. To'g'rimi, Odilbek? Bugun shoh bilan suhbat qilasan, ertaga bog'bon bilan. Shunday qilib, hamma soha vakillari bilan suhbatlashasan, materiallar tayyorlaysan. Har kuning har xil kutilmagan yangiliklarga to'la va qiziqarli o'tadi. Shu bilan birga jurnalistlarga juda ham qiyin. Bilasanmi, dunyoda eng mashaqqatli kasb konchilik bo'lsa, ulardan keyingi o'rinda jurnalist kasbi tursa kerak. Nega, Odilbek? Chunki jurnalistlar favqulodda vaziyatlarda ham yangiliklarni uzatishi, notinch joylarda ham voqea joyidan reportajlar tayyorlashi kerak bo'ladi. Ular jonini xatarga qo'yib bo'lsa ham odamlarga ma'lumot yetkazishadi. Shuning uchun jurnalistika kasbini haqiqiy matonatli va dovyurak odamlar tanlaydi. Tasavvur qilib ko'rdim. Juda qiyin ekan. Masalan, yer qimirlagan joydan reportaj tayyorlagan jurnalistlarni ko'rganman. Jinoyat joyidan turib efirlarga chiqqanlari ham bor. Shunaqa, Adolatxon, qanchalik qiziq va qanchalik mashaqqatli ekanligini ko'ryapsanmi kasbning? Yana bir tomoni bor. Odamlar odatiy, hammaga tanish axborotlarni ko'rmaydi. Ularni yangiliklar, qiziqarli yondashuv bilan yetkazilgan axborotlar qiziqtiradi. Shu jihatdan ham jurnalistlar har doim hammadan bir qadam oldinda yurishlari kerak. Doim izlanishda bo'lishlari kerak. Konstitutsiyamizning 81-moddasida aynan shu haqida yozilgan. Ommaviy axborot vositalari erkin va qonunga muvofiq ish olib boradilar. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlarini himoyalaydi. Bu degani ommaviy axborot vositalari xabarlarni erkin ravishda izlash, topish va tarqatish huquqiga ega. Bu shunday degani, ular davlat tomonidan nazorat qilinmaydi, ya'ni mustaqil ish olib boradi. Ammo ular qonunga rioya qilib ishlashlari kerak. Deylik, maktabimizda yangiliklar haqida xabar beruvchi guruh bor. Bu guruh maktabda bo'ladigan tadbirlar, musobaqalar, to'garaklar haqida xabar berib turadi. Ular faqat to'g'ri ma'lumot berishlari shart. Chunki agar ular yolg'on yoki noto'g'ri ma'lumot tarqatishsa, o'quvchilar ularga ishonmay qo'yishadi. Qolaversa, ommaviy axborot vositalari o'zlari tarqatayotgan axborotning to'g'ri va ishonchli bo'lishi uchun javobgar hisoblanadi. Ya'ni, ular yolg'on yoki noto'g'ri xabar tarqatmasliklari kerak. Masalan, fan olimpiadasi bo'yicha respublikada maktabimizdan kimdir ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egallasa-yu, siz uni olimpiadada 3-o'rinni oldi deb xabar bersangiz, bu noto'g'ri xabar bo'ladi. Natijada olimpiadada yutgan maktabdoshimiz sizga ushbu xabarni to'g'rilab chop etishingizni talab qilishga haqqi bor. Bu jurnalistika tilida raddiya deyiladi. Raddiya odatda 1 oy ichida chop etilishi kerak. Agar raddiya o'z vaqtida tarqatilmasa va chop etilmasa, sudga ham murojaat qilishga mumkin. Unutmang bolajonlar, odamlar har doim ishonchli axborotlarni o'qiydi. Bir marta ishonch yo'qolgach, keyingi safar bu xabar o'zi to'g'rimi, yo'qmi deb shubhaga borishadi. Keyinchalik esa muxlislaringiz kamayishiga olib keladi. Shu sababli to'g'ri so'zlang, to'g'ri axborot yetkazing. O'zingiz o'ylang. Agar ommaviy axborot vositalari ertaga ob-havo quyoshli bo'ladi deb xabar tarqatsa, lekin yomg'ir yog'ib ketsa, odamlar norozi bo'lishi tabiiy. Shuning uchun jurnalistlar hamma axborotni to'g'ri va aniq tekshirib chiqib, keyin tarqatish kerak. Buning uchun ular javobgardir.
Lekin ular birovga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xabarlarni tarqatmasligi kerak. Konstitutsiyamizning 82-moddasiga ko'ra, davlatimizda senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Agar jurnalistlar yangilik yoki ma'lumot tarqatmoqchi bo'lsa, ular buni erkin tarqatish huquqiga ega. Agar ular tarqatmoqchi bo'lgan ma'lumotni yashirishga yoki o'zgartirishga majburlansa, natijada odamlarga yolg'on ma'lumot yetib borishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar jurnalistlarning faoliyatiga aralashsalar, odamlar yolg'on ma'lumot olishlari mumkin. Shuning uchun axborotning erkinligi ahamiyatli, chunki har kim voqealar haqida to'g'ri va ishonchli axborot olishi lozim. Tasavvur qiling, o'quvchilar orasida o'zlarining fikrlarini bildirish uchun maxsus joy ajratilgan. Agar shu yerda kimdir o'z fikrini aytishga qo'rqsa yoki ularning fikrlari o'zgartirilsa, bu yerda axborotni bilishga bo'lgan imkoniyat kamayadi. Shunday bo'lishga yo'l qo'ymaslik kerak. Chunki har bir o'quvchi o'z fikrini erkin aytish huquqiga ega bo'lishi kerak. Masalan, maktabda ingliz tilidan musobaqa bo'ldi va bu haqida yangilik chiqarishmoqchi. Agar maktabdagi kimdir buni aytmaslik kerak deb tursa, o'quvchilar musobaqadan bexabar bo'lib qoladi va o'z-o'zidan ishtirokchilar kamayib, g'irom o'yin bo'ladi. Shu sababli ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga aralashish mumkin emas. Bu senzura deb ataladi. Ma'lumotni yopish yoki yashirish mumkin emas. Masalan, maktabda qandaydir muammo bo'lsa va jurnalistlar bu haqida yozishni xohlasa, ularga yozishga ruxsat berilmasligi noto'g'ri. Bu haqiqiy ma'lumotni yashirish hisoblanadi. Vaholanki, har bir inson voqealar haqida to'g'ri axborot olishga haqli. Qolaversa, axborot qancha yashirilsa, u haqida noto'g'ri talqinlar ko'payadi. Shu sababli o'z vaqtida to'g'ri axborot yetkazilishi shart. Bolajonlar, bugungi darsimizdan sizlarda jurnalistika kasbiga mehr uyg'ongan bo'lishi tabiiy. Jurnalist bo'lib ketsangiz, bizni darslarimiz haqida ham yozishni unutmang-a? Albatta hammasini xolis va to'g'ri yozing.